Atrofga boq. Hamma turmush o'rtog'i, sevimli oila a'zolari bilan kelgan. Faqat sen bu yerga yolg'iz kelding. Nima uchun? Qayerdasan? Sud majlisidaman. Hayotda bir narsani tushunib yetdim. Oilani mazmuni sen qayerga qarasang, o'sha yerga qaraydigan odamni topa olish ekan. G'azabingni menga sochishni keragi yo'q. Chunki ering seni sevmaydi. Sud nima bo'ldi? Yutdim. Bu yerga tezroq kelish uchun yutdim. Eringiz shunday chiroyli ekanki, reklama plakatiga qo'yish mumkin. Samimiy ekansiz. Oila haqida nima deganding? Qayerga qarasang, o'sha tomonga qaraydigan hamroh topish kerakmidi? Avvalga tushunmadim. Ammo eringni ko'rgach tushundim. Nima deyapsan? Bilsang, biror narsaga emas. Erimga termilish nafslar bilaman. Judayam yoqimtoy. It's all on you, so what you wanna do? And if you don't have a clue, not a clue, I'll tell you what to do.